Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchaymizlar? Sog'lashim traderlar hammaga sog'lommi? Sog'lar yaxshimi? Men ismim Islom, Kattaqo'rg'onlikman. Men Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda men har kuni derivda signal berib boraman. Signalim qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Faqatgina zona ko'rinishda bo'ladi. Menda stop loss haqida yoki take profit haqida ma'lumotlar yo'q. Xo'p, stop loss men zona qanaqa ko'rinishda beraman? Mana misol uchun bugun bergan zonam hali ishlagani yo'q. Kechga bu narsani yana bir ko'rib chiqamiz. Ishlaganmi, tasdiq berganmi, retest berganmi, retestdan ketganmi deb hamma bozorda paralarni analiz qilib chiqamiz. Qaysi paralar man signal bergan bo'lsam. Xo'p, hozir BOM 600 parasida bizda BOM 600 parasida kanalga qaraydigan bo'lsanglar, mana shu zona berilgan. Xo'p, qanaqa ishlatamiz bu zonani? Kutib turamiz. M15 shamchamiz tepaga buzib tasdiq bersa, M15 buzib tasdiq bersa, keyin aktiv bo'ladi bu zona. Xo'p, aktiv bo'ldi, endi bozorga kirishni boshlaymiz. Mana bu joylardan kirmanglar akalar. Faqatgina zona ichidan retestdan bozorga kiramiz akalar. Keyin retestdan bozorga kirdik, bu otmadi, ya'ni spike bermasdan pastga qarab ketish davom etyapti. Bozordan qachon chiqib turamiz stop lossga berib? Stop lossga berishimiz ikkita M15 shamchi buzib, zonamizdagi ikkita M15 shamchi buzib yopilsa, bittasi buzib, bittasi shpilka qilib tepaga kirib oladigan bo'lsa, ana bu ko'rinishda bu stop loss oldi degani emas. Qachonki ikkita M15 ham bozordan pastda buzib yopilsa, bu stop loss oldi degani ekan. Keyin zonamiz katta. Xo'p. Ikkita M15 shamchi buzib yopilsa stop lossligini bildik. Xo'p, take profitlar qanaqa bo'ladi? Zonamizdan nechta zilka ochgan bo'lsak, eng tepada nechta zilka ochgan bo'lsak, qancha tushgan bo'lsa, 1 ga 1 satnashingda. Masalan uchun 25 ta shamchi tushdimi, zona eng tepasidan 25 ta shamchida yopib bozordan chiqib, yana qaytib retestga berishini kutib turamiz akalar. 1 ga 1 satnashingda ishlaymiz. Stop lossimiz ikkita M15 buzib yopilishi bo'ladi. Xo'p. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, tiplarni uzoqroq ishlasangiz ham bo'ladi. Bunda qanaqa kirish bo'ladi? M1 ga shunaqa olamiz. M1 da har 5 ta shamchiga zonaning ichidan har 5 ta shamchiga terib boramiz akajonlar. Misol uchun zona mana shu joyda bo'ladigan bo'lsa, shu zonamiz bo'ladigan bo'lsa, har bitta bitimimiz har 5 ta shamchiga 1 2 3 4 5 bitta ochamiz. Keyin yana 1 2 3 4 5 yana bitta ochamiz. 2 3 4 5 yana bitta ochamiz. Xuddi shunaqa qilib kirish qiladigan bo'lsak, bizda take profitimiz yoki foydamiz ham, ziyonimiz ham hammasi normal holatda bo'ladi. Katta o'zgarishlar yoki sliflarga olib keladigan holatda bo'lmaydi. Har bitta M1 ga kirib bozordan slif bilan chiqib ketmanglar akalar. E'tiborlar uchun rahmat. Kechga yana ko'rishamiz. Sog'lik, salomatlik.